Assalomu alaykum azizlar. Bugun sun'iy urug'lantirish haqida batafsil tushuntirib beraman. Inseminatsiya qachon, qay holatda inseminatsiya qilinadi, eko qachon, qaysi vaqtda, qanaqa holatda eko qilinadi va ularning qilinish jarayoni qanaqa bo'ladi, hammasini batafsil tushuntiraman va video davomida kerakli ma'lumotlar berib o'taman. Birinchi boshladik. Farzandsizlikka nima sabab bo'ladi? Nima sababdan biz inseminatsiya yoki ekoga yuzlanamiz? Ayollarda, birinchi ayollardan boshlaymiz. Ayollarda follikula yetilishi, yorilishi, endometriyning o'sishi hammasi gormonlar bilan bog'liq. Agar gormonlarda o'zgarishlar bo'lsa, bularni hech biri kuzatilmasligi mumkin. Ba'zi ayollarda follikula soni yaxshi, vaqtida o'sadi, razmerlari yaxshi o'sadi, lekin yorilmaydi. Bu ham gormon narushение, gormon balansi buzilishi. Bunaqa vaziyatda albatta lichina qilib follikulani yordirishga qaratilgan protsedura amalga oshirsak, follikula yorilib, tabiiy homiladorlikka harakat qilsak bo'ladi. Qaysi holatlarda sun'iy urug'lantirish ayol uchun maxsus yo'naltiriladi? Turbalar yopiq bo'lgan holatda yoki turbalarda shamollash yirik bo'lgan holatda turbalar olib tashlanadi yoki turbalar yopiq bo'lgan holatda hech narsa qilinmaydi. Bunaqa vaziyatda biz ekoga yo'llanma beramiz. Sababi ayol kishining turbasi, ya'ni bachadonlaklari juda ham nozik bo'ladi. Shu nozli hisobga shamollash o'tkazib olgan bo'lsa, turbani olib tashlagan lichina qilingani bilan o'tkazuvchanlik yo'qoladi. Yoki yopilib qolgan turbani ham ochgan taqdirimizda ham maksimal homila bo'lish imkoniyati 5-10% xolos. Ya'ni 10 ta odam operatsiya qildirsa, bittasi tabiiy homiladorlik bo'lishi mumkin. Bu ham vaqtinchalik 6 oydan keyin bekilib qolaveradi ochilgan turbalar. Turbalarda muammo bo'lsa, demak, ekoga yo'llanma beriladi. Yana qanaqa muammolarda eko yoki inseminatsiya qilinadi? Deyarli xotinda deyarli muammo bo'lmagan holatda, ya'ni ovulyatsiya bo'lib turib, homila bo'lmaydigan holatda, turbalar ochiq holatda, gormonal holatlari yaxshi, matkalari, endometriyalari yaxshi o'sgan holatda, erkakda hormon soni aktivligi, morfologiyasi, markaz linkasi hammasi yaxshi bo'lgan holatda inseminatsiyaga buyuriladi. Lekin inseminatsiyaning ham o'xshash rezultati 30-35%. Ya'ni 10 ta odam inseminatsiya qildirsa, o'shanda 3 tasida homiladorlik bo'lishi mumkin. Inseminatsiyaning afzallik tarafi faqat narxida. Narxi ekoga nisbatan 10 barobar arzon. Shu taraflama inseminatsiya qildirish ham ba'zi holatlarda foydali bo'lishi mumkin. Demak, erkaklardagi muammo haqida gapiradigan bo'lsam, homilador bo'lish uchun, ya'ni ayolni homilador qilish uchun, farzandli bo'lish uchun erkak kishida faqat sperma qatnashadi. Sperma degani, bo'ldi, sperma chiqqani bilan 100 ming, 200 ming sperma chiqib, aktivligi 30-35% bo'lganda ham tabiiy homiladorlik bo'lmasligi mumkin. Bunaqa holatda Martes degan analiz bor, morfologiya degan analiz bor. Bu ko'rsatkichlar urug'i to'liq sog'lomlik holatini ko'rsatib beradi. Morfologiya urug' zo'r aktiv bo'lgan bilan uni boshida akrosomas bo'lmasligi mumkin yoki dumida muammo bo'lishi mumkin yoki spermani holatida yomon holatda bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatda morfologiya yomon bo'lsa, homila umuman bo'lmaydi yoki tushib qolishi mumkin. Martes qanaqa tekshiruv? Nima sababdan Martes tekshiriladi? U nima vazifani bajaradi? Martes dastlabki vazifasi immunologik bepushtlikda aniqlab beradi. Ya'ni sperma sog'lom, morfologiyalari yaxshi, lekin Martes juda ham yomon chiqsa, ya'ni 80%, 70% yoki 90% rezultat ko'rsatsa, bunaqa vaziyatda Martesga qaratilgan lichina qilinadi. Agar lichinasi bo'lsa, keyin ekoga yo'llanma berish mumkin. Martes asosiy vazifasi, ya'ni spermani tuxum hujayraga, follikulaga kira oladimi, yo'qmi, shuni ko'rsatadigan analiz hisoblanadi. Batafsil hammasini bitta qilib, endi sizlarga eko haqida tushuntiraman. Eko nima, eko qanaqa amaliyot, qanday qilinadi, nima qilinadi, hozir batafsil tushunasizlar. Demak, erkakda urug' morfologiyasi 0 yoki Martes juda ham yuqori, DNK fragmentatsiyasi ham 30-35 atrofida. Bunaqa vaziyatda lichina qilinadi. Tabiiy homila bo'lmadimi, vaqt o'tkazmasdan ekoga yo'llanma beriladi. Sababi ayol kishining yoshi doimo yosh holatda bo'lmaydi va qancha ayol kishi qarigan sari follikula zaxirasi kamayib boradi. Biz o'sha eko imkoniyatidan ham foydalanolmay qolishimizdan qo'rqqanimiz uchun ekoga tezroq yo'llanma beramiz. Erkaklarda yana bir muammo bu azospermiya, urug' 0 bo'lib qolishi. Bunaqa vaziyatda ham tekshirib ko'riladi. IgBB, FSK, LG gormonlari ko'riladi. Urug' 0 bo'lib qolgan holatda eko amaliyoti bajariladi. Bundan oldin erkak kishida IgBB, FSK, LG gormonlari ko'riladi, hamda testosteron gormoni ko'riladi. IgBB miqdori normada bo'lsa, FSK, LG miqdori normada bo'lsa, tuxumning ichida urug' olish imkoniyati biza ko'zimiz yetsa, ya'ni tuxum ichida urug' borligini bilsak, operatsiyaga yo'llanma beramiz va tuxumni o'zidan operatsiya qilib, urug' terib olinadi. Va o'sha urug' ayol kishining tuxum hujayrasiga yuboriladi hamda embrion hosil qilinadi. Bu embrion ayol kishining matkasiga qo'yib beriladi. Ekoga yo'llanma bo'ladigan ko'rsatkichlar haqida hozir batafsil tushuntirdim. Ayollarda ham, erkaklarda ham qanaqa holatda ekoga yo'llanma bo'ladi. Ekoni boshlanishi birinchi qadam er-xotin kelishadi. Hayzning 2 yoki 3-kunda umumiy analizlar olinadi. Ayol kishidan umumiy gormon analizi, umumiy qon analizi, umumiy UZI xulosasi,
bir necha shifokorlarni ruxsati olingan holatda, ya'ni hech qanaqa zararli oqibatlar bo'lmaydigan holatda eko amaliyotini biza boshlaymiz va eko amaliyoti 1 oy yoki maksimal 2 oy vaqt olishi mumkin. Birinchi oyda biz nima qilamiz? Birinchi oyda ayol kishi bilan ko'proq ishlaymiz. Uni folikullarini yetiltiramiz, o'stiramizda o'sha oyda terib olamiz. Bu terib olingan folikulalar tuxum hujayralarni ichidan olib turib, erkak kishini urug' olib urishtamiz va kelasi oyda 5 kunlik embrionni ayol kishining matkasiga qo'yib beriladi. Ikkinchi bosqichda tayyorlov qanaqa bo'ladi? Endometriyni yaxshi o'stiriladi, gormonal balanslarni to'g'rilanadi va o'sgan endometriga o'sha hayzni 14-15 kunlardan birida 5 kunlik embrion qo'yib beriladi. Nima sababdan 15-kun, nima sababdan 5 kunlik embrion? Sababi eng matkaga o'rnashishi oson bo'lgan va matkaga endometriyasiga kirish oson bo'lgan vaqt embrion uchun 5-kun hisoblanadi. O'sha 5-kunda ayol kishining endometriyasiga matkasining ichiga qo'yiladi va homila rivojlanishini kutiladi. O'zini maxsus lichenlari, maxsus protseduralar amalga oshiriladi. Endi savol tug'iladi. Nima sababdan birinchi etapda folikularni terib olib, urishtirib, embrion hosil qildinglar, 5-kuni o'tib ketar ekan deyishlaringiz mumkin. Yo'q, 5-kun hech qanaqa o'tmaydi. Sababi 5 kungacha o'sishini kuzatiladi, unga oziq modda beriladi va o'sgan 5 kunlik embrionni kelasi oygacha muzlatib qo'yiladi. Va muzlatilgan embrionni qaytadan olib, eritib, ayol kishining matkasiga qo'yiladi. Ekoni imkoniyatlari haqida batafsil gapiradigan bo'lsam, irsiyatida muammo bo'lgan oilalarda, ya'ni ko'p nuqsonli farzand ko'radigan oilalarda yoki o'zida qanaqadir nuqson bo'lgan oilalarda sog'lom farzand tanlab olish imkoniyati 90% ga ortadi. Ya'ni sizda Down sindrom bor yoki boshqa irsiy kasalliklar bor. Ekoda ko'proq embrion olganimizda o'shalarni genetika qilib sog'lom embrionni sizning matkangizga qo'yib beramiz va sog'lom embrion tug'iladi. Ekoni afzalliklari ham shunda. Keyin uzoq yillik besplodiyadan 5 yillik, 6 yillik, 10 yillik o'zi homila bo'lmayaptimi? Ekoga yo'llanma beraveramiz. Eko halol. Sababi o'zini erning urug'idan olinadi, o'zini ayolda tuxum hujayrasidan olib urishtiriladi va o'zini geniga ega bo'lgan embrionlar o'sha nikohi bor oilaga qo'yib beriladi. Bu hammasi halol bo'ladi. Shu vaqt davomida sizga juda ham ko'p informatsiya berdim deb o'ylayman va qanaqadir savollaringiz bo'lsa kommentariya yozishlaringiz mumkin. Albatta javob beraman. Siz bilan doktor Quvonchbek bo'ldi.